Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Surxondaryo Termiz shahridan mana shu bitta qo'chqorimiz keldi. Bo'ylari 1.3, mana sokildan почти 1.3 balandroq bo'lib turibdi. O'ta yirik qo'chqor, garbonoslari, kalla garbonoslari juda yirik katta qo'chqor, mana ko'rib turibsizlar. Почти meni yarim kelib turibdi. Tishlari buni qanday? Chora, 4 tish bo'libdi. Xo'p, bo'ylari 1.3 santimetr ekan, egasini aytishi bo'yicha qo'chqor zotka, katta qo'chqor juda ham mana eplab bo'lmayapti, ko'ryapsizlar. 1.3 plus ekan. Xo'sh, buni narxini qancha dedik aka? Narxini 2000 ga bermadik. 2000 ga bermadingiz, ha? Ustiga qo'shsa ketadi. Zotka so'raganlarga mana obunachilar. Hamma normativlari idealniy. Bunaqa Surxondaryoda respublika bo'yicha sanoqli ekan. Bo'ldi. Quloqlari, garbonoslari, dumbalari. Qo'chqor zo'r ekan, havasim keldi. Juda idealni mana. Dumba razrezlari ham. Tasib qo'l qaytarmaymiz. Bo'ldi.